Hürmetli vatandaşlık siyerlerimizi davamlaştırıyoruz. Bugün Çislağa 2020 yıl 2020 yıl 9. ayının 23. günü hürmetli vatandaş hepteki çarşamba. Attıgende şunda soğuk hazırmadı Paşa uçup yürüvatıdı vatandaş. Endeki mavzumunda. Bu mavzunu okuyumuz vatandaşlar dikkat kılışız. Enindinken Allah halısı muhakeme kılımız vatandaş. Mavzumunda Amerika Qo'shma Shtatlar Birleşken Devletler Teşkilatı yig'ini mezgilida ikra yig'ini o'tkazib xalqaro kishilik huquq xitobnomasini ta'kidladi. Mavzuli xabar 9. ayının 23. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlanadi. Devlet Mahkemesi bu yıl 12. ay Dünya Kişilik Hukuk Xitobnomasi ma'qullanganligi 72 yıl to'shgan kun. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesi mundaq ko'rsatdi. Haftaning 3. günü Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Birleşken Devletler Teşkilatı yig'ini mezgilida Amerika başqurgan bir meydan kishilik huquq yig'inida Birleşken Devletler Teşkilatıga a'zo barliq davlatlarga chaqiriq e'lon qilib, xalqaro kishilik huquq xitobnomasi prinsiplarini kuch chiqarib ijro qilishga kafolat qiladiganligini yana bir qatam e'lon qildi. 1948 yılı 12. ayının 10. günü kishilik huquq tarixida namoyanda xarakterlik ve ahamiyetlik xalqaro kishilik huquq xitobnomasi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida ma'qullangan edi. Bu xitobnomada bundaq belgilangan: negizlik kishilik huquq umumiylik qo'g'dashga erishishi lozim. Yakından beri Devlet ishlar kotibi Mike Pompeo o'xshamagan so'rovlarda kishilik huquqni ta'kidlab keldi. Yakshanba günü, yani 9. ayının 20. günü Texas shtatida bir cherkovda nutq so'zladi ve diniy e'tiqod masalasini muhokama qildi. Devlet ishlar kotibi Mike Pompeo Şinjan'da yuz bergan Uyg'ur musulmonlari duch kelgan xo'rlashlar to'g'risida nuqtaliq to'xtaldi. Mushu nutq jarayonida natsistlarga o'xshatgan va natsistlarni vahshiy deb tasvirlagan ekan. Buni bir intidi degan torpilimida ko'rdim. İkincisi Canlı'nın Nazari degan torpilimida ko'rdim. Şunun dikkat qilinglar ki, lekin Xitoyning tilida so'zlaydigan Amerika ovozining Xitoy til programmasi xabar e'lon qilganda men sizlarga yetkazib bo'ldim. Natsistlarni vahshiy degan bu so'zni xabardan chiqarib o'tgan vatandosh. Gördünüz mü? Ariyetçilikni gördünüz mü? Radyo başqurish, radyoda ishlash uchun o'zining iddisi tayyorlagan ariyetçilikni gördünüz mü? Bu yerda Devlet ishlar kotibi Mike Pompeo deydiki, natsistlarni vahshiy degan so'zni ishlatadi. Amerika ovozini Xitoy til programmasini boshqaradigan muxbir Xitoy bu so'zni xabar qilganda chiqarib yutadi. Mana bu ariyetçilik vatandosh. Musulmonlar duch kelgan xo'rlashlar to'g'risida nuqtaliq to'xtaldi. Uyg'ur musulmonlari duch kelgan xo'rlashlar to'g'risida nuqtaliq to'xtaldi. O'tgan haftaning chorshanba kuni 9. ayının 16. günüde Angliyaning tashqi ishlar ministri Dominic Raab bilan birlashma muxbirlar kutish olish yig'ini o'tkazib, Jungo Kompartiyasining Uyg'uristonda, yani Şinjan'da, Hong Kong'da kishilik huquqqa xiloflik qilganligini birdek tanqid qilgan edi.
Devlet İşler Katibi Mike Pompeo ile Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab ikisi birleşip Hong Kong'dagi kishilik huquq masalasi Xitoy deb sanda qilgan, Xinjiangda Uyg'uristonda kishilik huquq masalasi Xitoy deb sanda qilgan birdek tanqid qilgan edi. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab bundaq ko'rsatgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar katibi Mike Pompeo bilan men Uyg'uriston va Xinjiangda Hong Kong to'g'risida o'rtaq ko'ngil bo'lishlarimiz to'g'risida to'xtaldik. U yerda xalqlar va kishilik huquq og'ir darajada dafsanda qilinmoqda. U yerda xalqlar va kishilik huquq og'ir darajada dafsanda qilinmoqda. Biz Jungoning majburiyatini ijro qilishiga haydakchilik qilamiz. Biz Jungoning majburiyatini ijro qilishga haydakchilik qilamiz. Jungo hukumati Uyg'uristonda, Xinjiangda Uyg'urlarga yurgizayotgan kishilik huquqni og'ir darajada dafsanda qilish harakatlarini to'xtatish kerak. Ikki davlatning diplomatlari London, Washington, ikki davlatning diplomatlari ashundaq dedi vatandosh. Amerika matbuotlari endi buning diqqat qiling, mening muhim degan yerim mana shu yerda, hurmatli vatandoshim. Amerika matbuotlari xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati Beijing hukumatining Uyg'urlar qaratgan bostirishlarini irq yo'qotish, ya'ni etnik yo'qotish deb bekitishni o'ylashyapti. Xabardor kishilar mundaq ko'rsatdi. Amerika hukumati nihoyatda tez arada qaror chiqardi. Diqqat qildingizmi? Etnik yo'qotish, irq yo'qotish deb bekitishni Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump hukumati hozir o'ylashyapti. Xabardor kishilar nima dedi? Xabardor kishilarning deyishicha, Amerika hukumati nihoyatda tez arada qaror chiqardi. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bu to'g'rida nihoyatda tez arada qaror chiqardi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi xonim mundaq ko'rsatdi. Avam Palatasi mushu hafta ichida Xinjiangda Uyg'uriston rayonida majburiy emgak silish to'g'risida ikki turli qonun loyihasini muhokama qilamiz. Buni men tuniga sizlarga yetkazdim vatandoshlar. Amerikada ikki partiya Jungo hukumatining Uyg'urlarni bostirishiga birdek diqqat qilib kelmoqda. Sobiq prezident Obama davrida vazifa tugagan sobiq yer shari ayollar masalasi valisi Bilani Power Amerika ovoziga mundaq dedi. Bu ismni xitoycha ohang bilan oldim. To'g'rimi xatomi bilmadim, kechiringlar vatandoshlar. Xinjiangda Uyg'urlarning vujudida yuz berayotgan ish bir tragediyadir. Xinjiangda Uyg'urlarning vujudida yuz berayotgan ish bir tragediyadir. Melania mundaq ko'rsatdi. Xabarlarda Uyg'urlarning zo'r ko'lamda xo'rilayotganligi, to'g'ri cheklayotganligi, insoniyat qalbidan chiqqan bir ahvolda muomalaga uchrayotganligi xabarlarda ko'rsatildi. Bu qaraganda bu millatni va uning madaniyatini yo'qotish uchun ko'rsatayotgan tirishchanlikdir. Xitoy ko'rsatayotgan tirishchanlikdir. Shunlashqa bu kishilar cheksiz diqqat qiladigan kishilik huquq masalasidir. Shunlashqa bu kishilar cheksiz diqqat qiladigan kishilik huquq masalasidir. O'tgan haftaning 5-kuni Davlat ishlar katibi Mike Pompeo bir parcha maqolasida Amerika Davlat Mahkamasining 2019-yillik diniy e'tiqod erkinligi dokladida tilga olgan Pop Zhang Guangzhou'ning hikoyasini misol keltirib, Jungo Kompartiyasining chirkovlarni taqovatganligini, diniy muridlarni nazorat qilayotganligini, parokanda qilayotganligini tushuntirib o'tdi. Jungoda katolik dini davomli ziyonkashlikka uchramoqda.